Yashirin kempingda sodir bo'lgan ikkinchi qo'rqinchli voqea. Daniel ismli bu odam 2025-yilning mart oyida o'rmonda yashirin kemping qilishga qaror qiladi. U o'ziga qulay joy topib, u yerga narsalarini joylab ovqatlanib bo'lgach, kech tushganida uxlashga yotadi. Lekin 90 daqiqa o'tgach, uni nimadir to'satdan uyg'otib yuboradi. Danielning aytishiga ko'ra, uni juda ham yaqindan eshitilgan shox-shaballarni shitirlashi uyg'otib yuborgan. Uyg'onganida esa atrofdan fonusning nuri tushib turgan ekan. Keyin u bor jur'atini to'plab, chodirni ochib tashqariga qaraganida fonus tutgan odam uzoqroqdan unga qarab turganini ko'rgan ekan. O'zidan xavotirlangan Daniel chodirdan chiqib, o'sha odamga gapirganida mana shu hodisa ro'y beribdi. Hello? Balkim o'sha odam ham Danielga o'xshab qo'rqib ketgan va muammoga uchramasligi uchun hech qanday javob bermasdan to'g'ri ketavergandir. Yoki nimadir o'g'irlamoqchi bo'lib chodirga yaqinlashgan, lekin Daniel sezib qolganidan keyin indamay uzoqlashib ketgandir. Bu odam kim bo'lsa-da, Daniel shu zahotda o'rmon hududidan chiqib ketib, uyiga sog'-omon qaytib keta olgan. Bundan tashqari, o'ylashimcha, agar bu odam yovuz niyati bo'lganda, Danielga hattoki o'rmondan chiqib ketish ham juda ham qiyin bo'lgan bo'lardi. Lekin eng qizig'i, siz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bu odam Danielda chodirni ustiga kelib olgan va u chaqirganidan keyin hech nima demasdan uzoqlashib ketgan? O'zingizning fikringizni va variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va keyingi videolarimizda ko'rishguncha